Yaqin Sharqdagi portlovchi mojarolar, Ukraina urushi, Osiyodagi kuchlar muvozanati va yadroviy salohiyatga ega davlatlar o'rtasidagi keskinlik fonida dunyo jamoatchiligi yana bir savol ustida bosh qotirmoqda. 3-jahon urushi boshlanishi mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, qachon? Bu savol hozircha siyosiy shiorlar va internetdagi tahlikali sarlavhalardan nariga o'tmayotgandek tuyulsa-da, ko'plab mutaxassislar global miqyosdagi to'qnashuvlar ehtimolini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Ekstremal fikrlar bilan emas, tarixiy tahlil, harbiy strategiya va geosiyosiy munosabatlar asosida. Tizimli urush nazariyasi bu o'rinda muhim. Tarixiy sikllar ogohlantirmoqda. Niderlandiyalik tadqiqotchi Ingo Peepers tomonidan ishlab chiqilgan tizimli urushlar nazariyasiga ko'ra, insoniyat salkam har 100 yilda bir global urush domiga tushadi. Peepersning matematik modeliga ko'ra, navbatdagi bunday halokatli to'qnashuv aynan shu 10 yillikda 2020-2030-yillar oralig'ida yuz berishi mumkin. Uning nazariyasi asosida birinchi va ikkinchi jahon urushlari kabi mojarolarning paydo bo'lishi oldindan bashorat qilinadi. Uningcha, bugungi murakkab ko'p qutbli dunyo tuzilmasi yangi global silkinishlarga zamin yaratmoqda. Siyosiy yetakchilar ogohlantirmoqda. 2024-25-yillardagi siyosiy bayonotlar ham xavotirli kayfiyatni kuchaytirgan. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich joriy yilning iyunida dunyo 34 oy ichida global urushga yaqinlashmoqda deya ogohlantirgan edi. Uning fikricha, xalqaro institutlar zaiflashgan, davlatlar o'zaro ishonchni yo'qotgan va kuch ishlatishga moyillik ortgan. Rossiya sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev esa G'arb bilan yadroviy darajadagi mojaro real tahdidga aylanayotganini bildirdi. Unga ko'ra, AQSh va NATO harakatlari Rossiyani keskin choralar ko'rishga majbur qilmoqda. Sun'iy intellekt ham bu o'rinda bevosita bizga bir qator ma'lumotlarni taqdim etdi. Texnologik soha ham bu borada befarq emas. PSTEC loyihasi doirasida yaratilgan sun'iy intellekt platformasi Anadri Horizon hozirda urush ehtimolini prognozlovchi eng ilg'or modellarni ishlab chiqmoqda. Bu tizim 100 minglab siyosiy, iqtisodiy va harbiy faktlarni tahlil qilib, ehtimoliy mojarolar dinamikasini aniqlashga harakat qilmoqda. Platforma asoschilaridan biri: "Men urushni oldini olish uchun bu tizimni yaratdim. Bashorat noto'g'ri chiqsa, xursand bo'laman", deydi. NATO va G'arb strateglari esa bu o'rinda tayyorgarlik shart deyishmoqda. Britaniya qurolli kuchlari sobiq bosh shtab boshlig'i Patrick Sanders esa G'arb davlatlarini mudofaa qudratini shoshilinch ravishda oshirishga chaqirdi. Unga ko'ra, NATO bugungi zamonaviy tahdidlarga to'liq tayyor emas va bu 2020-yillarning oxiriga borib fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin. 2025-yil yanvar oyida atom olimlari bulleteni dunyoning halokat darajasini o'lchovchi ramziy vosita qiyomat soatini yangiladi. Soat hozir yarim tun, ya'ni global halokatga atiga 89 soniya qolganini ko'rsatmoqda. Bu esa insoniyat tarixidagi eng xavfli davr sifatida qayd etildi. Skeptiklar bu o'rinda nima deydi? Shunga qaramay, hozirgi kunda ko'plab xalqaro xavfsizlik tahlilchilari 3-jahon urushi ehtimolini real emas, balki strategik ko'rsatkich sifatida baholaydi. Ularning fikricha, yirik davlatlar AQSh, Rossiya, Xitoy bir-biriga qarshi to'g'ridan-to'g'ri urush boshlash o'rniga proksi mojarolar, iqtisodiy bosim va texnologik raqobat yo'lini tutmoqda. Ukraina, Falastin, Tayvan kabi keskin nuqtalarda harbiy harakatlar davom etsa-da, bu holatlar hanuzgacha global mojaroga aylangan emas. Yadro qurollarining o'zaro to'xtatuvchi kuchi mutlaq halokat ehtimoli ham urushni boshlab yuborishdan ko'ra uni tiyib turuvchi omil bo'lib qolmoqda. Xulosa o'rnida bir narsa muhim: 3-jahon urushi haqidagi barcha bashoratlar aniq sanaga ega emas, balki trend va ehtimollilikka asoslangan. Ba'zi ekspertlar 2025-2030-yillarni tahdidli davr deya atamoqda. Boshqalar esa sovuq urushning zamonaviy versiyasi davom etishini taxmin qilmoqda. Aniq narsa bitta: insoniyat yana xavfli burilishda turibdi. Qaror esa siyosatchilar va xalqaro institutlar qo'lida. Agar diplomatiya ustuvor bo'lmasa, tarix yana takrorlanishi mumkin. Faqat bu safar ehtimol oxirgi marta.